topishda sinonimlarni bilishingiz kerak. Vocablar, ha. Vocab ushlash kerak. Paul Zak is renowned among his colleagues for two things he does disconcertingly soon after meeting people. Qarang, renowned nima degan? Renowned. Uning kollegalar ichida mashhur nimasi uchun? Hamkasblari orasida Kollektivlar ichida, ya'ni ular o'sha nimalari nima deydi? Kollegalar ichida nimadir ish qilib qo'yganda u, tushunaymi? Does disconcertingly soon after meeting people. Ya'ni odamlarni uchratgandan keyinmi shunaqa? Ikkita narsa qilar ekan odamlar. Uchratgan ikkita narsa qilar ekan, o'sha ikkita qilgan ishi bilan juda mashhur ekan. Tushunarlimi? The first is hugging, seeing me approach, and he springs to his feet and enfolds me in his arm. Mana. Birinchi qiladigan ishi hugging ekan. Quchoqlash ekan. Seeing me approach. Meni kelayotganligimni ko'radi u, ha? Va spring qiladi. Nima degan spring? o'rnida turadi. Sakraydi va enfold me in his arms. Enfold nima degan? Embrace, ya'ni quchoqlab bo'ladi. Ya'ni diyora? Qarayapsizmi? Yoshlar qilib o'tirishmi? Quchoqlab bo'ladi. The second thing, talking them into having needles stuck in their arms to draw blood. Ikkinchisi shuki, gaplashadi, aytadi ularga, needle'ni nima qiling deyapti? Tiqish kerak, tiqtiradi qo'liga, qon nima qilish uchun? Qon olish uchun. Shu ikkita narsani aytar ekanda u. Ko'rgan odamga shunaqa deb aytar ekan. I escape our encounter unpunctured, but plenty don't. Willingly of course. Zak's work has involved extracting blood from a couple on their wedding day. People who have been dancing in group in a Papua New Guinea preparing to perform traditional rituals. Qarang. Men qochdim deyapti undan, ha? In our encounter in punctured unpunctured. Second is having shunday. Qochdim. Lekin ko'p odamlar qocholmaydi undan deyapti. Men qochishga ulgurdim deyapti. Undan qon olaman deb harakat qilmoqchi bo'lyaptimi? G'alati, ha? Ritual deb. Ha? Traditional ritual deb. Ritual, ha. Hope Zak's work has involved extracting blood from Ever tried? Alo, eshitaman. Alaykum assalom. Ajo'lim, yaxshimisan? Xo'lang jo'dam. Qaranglarda. Uning ishi deyapti, qon tortar ekan amongst others. From a couple on their wedding day. To'yda o'zi to'y bo'layotgan odamlar oldi qonni olar ekan. People who have been dancing in a group in Papua New Guinea preparing to perform traditional ritual. Bu ritual ekanda bu. Ya'ni o'sha odamlardan ham qon olar ekan, o'sha yerda raqs tushayotgan, ha? In a group of New Guinea preparing to perform traditional rituals. Ya'ni Papua New Guineadagi guruhdagi odamlar ekan ular, ha? Odamlardan ham qon oladi. Va ular tayyorlanyapti traditional rituallarni ko'rsatishga. Hatto shulardan ham oladi deyapti-da, ritual qiladiganlardan. Endi to'yda nima qiladi? Rituallar qiladi, to'g'rimi? Having dipped into his book, The Moral Molecule, I know that what drives Zak's hunger for blood is his interest in oxytocin. Uning kitobiga dip nima degan? Ana shu so'z chuqur o'rganishmi yoki yuzaki o'qishmi? Yo'q, chuqur. Kitobning oti The Moral Molecule. I know that what drives Zak's hunger for blood is his interest in oxytocin. Shunaqa.
nima u buncha qonga o'chligin sababi uni qiziqish bo'lgan oksitosingada. U nima bo'lsa endi. Long known as a female reproductive hormone, oxytocin emerges from Zach's research as something much more. Ya'ni o'zi ko'pdan beri ularda ayollarning ko'payish gormoni deb qaralgan o'zi o'tmishdan. Shunaqa deb qaralinib, bilinib, qarang, verb kelyapti, to'g'rimi? Oxytocin kelib chiqqan Zachning researchlaridan xuddi as something much more, ya'ni undan muhimroq narsa, ya'ni u shunchaki ayollarning ko'payish gormoni emas, balki undan ham ko'proq narsalari bor deyapti-da. Being treated decently, he says, cause people's oxytocin level to rise, prompting them to behave more decently, while experimental subjects given artificial oxytocin boost behave more generously and trustingly. Aytyapti, being treated decently, Yaxshi muomala qilish. being treated decently. Odamlarga yaxshi muomala qilinishi sabab bo'ladi odamlarni oksitosin darajasi o'sishini. Va u narsa, ya'ni oksitosin darajasi o'sadi va ularni undaydi o'zini tutishga, decent nima degan? Yaxshi muomala qilish. O'zini muomala yaxshi qilishga, lekin deyapti, experimental subjectlar deyapti. Ya'ni experimental subject degan shu odamlarda, tajribadagi odamlar deyapti, kimki berilgan artificial oxygen, sun'iy oksigen berilgan to boost behave more generously and trustingly. Ya'ni ularga ko'proq bir ishonarli va saxiy bo'lishi uchun ko'proq sun'iy berib yuborganda. Describing the chemical as the moral molecule that keeps society together. Ya'ni together Zach's offer, qarang, kimyoviy moddani moral molecule deb ta'sirlab, qaysi moral moleculaki jamiyatdagi odamlar bir-biriga yaxshi ishlab turadi. Zach taklif qiladi nothing less than a vast explanation of whole swath of philosophical questions. Zach taklif qiladi vast explanation of whole swathing making. Keng tushunchali, katta qamrovli falsafiy savollarni. Ya'ni Yana oddiy narsa deb qaramanglar, unga ko'proq amal qilinadi. Keng qamrovli savol beringlar, falsafiy jihatdan. U deyapti, qarang, chemical deb qaraydi deyapti va jamiyatda ishlab turadigan chemical deb ta'sirlagan bir vaqtda Zach taklif qiladi deyapti. Bu bir philosophical savolning butun keng bir mazmunini taklif qiladi deyapti-da. Ya'ni shu filosofiya taklif qiladi. Nothing less than degani undan kam emas, lekin undan yuqori bo'lsa yuqori deganda. Faqat filosofiyaga o'xshagan narsani tushuntirib beradi deyapti. Tushunamizmi? Subtitle of book, The New Science of What Makes Us Good or Evil gives sense of this. Ya'ni bu kitobning nima deydi? Yozuv deyapti. Nima deydi? Bizni yaxshi Nima bo'ladi boyagi sarlavhani sarlavha nima degan? bosh sarlavha. Sarlavha degani qarang. So'zlarida Asosiy sarlavhadan keyingi ikkinchi darajali sarlavhalarda, darija. Shu darija emas, ikkinchi darajali sarlavhalarda o'sha subtitle of the book, kitobning ikkinchi darajali nimalari? Nima edi? Yuzlari. Ne. Title nima degan o'zbekchasiga? Sarlavha. Ikkinchi sarlavhalar, keyingi darajali sarlavhalari. New Science of What Makes Us Good or Evil gives, ya'ni kitob sarlavhasining nomi bizni nima yaxshi yoki yomon qiladi degan narsa ekanda shu. Qarang, aytibdi, the science of what makes us good or evil. Ya'ni ilm fandan qarasak nima odamni yomon yoki yaxshi qiladi degan narsa gives a sense of this, ya'ni buni aytgan gaplarni filosofik savollarni qo'llab-quvvatlaydi deyapti. Kitobning sarlavhasi uni qo'llab-quvvatlar ekanda. The aforementioned wedding took place at a house in England where Zach set up the equipment needed to collect blood. Tepada aytib o'tilgan wedding bor-ku, aforementioned degan tepada aytib o'tilgan to'y bor-ku, bo'lib o'tgan uyda, Angliyada, qayerki Zach yo'lga qo'ygan shu
qon olgan ekvivalentlar yo'lga qo'ygan, ha? Nima qilishga kerak u ekvivalentlar? Qon olishga kerak. He took samples before after the ceremony from the bride and groom, and various guests then transferred his spoils to his laboratory. Qarang, u o'sha borgandan qondan namunalar olganda, o'sha to'ydan oldin va to'ydan keyin. Kelindan ham olgan, kuyovdan olgan. Bride kim? Groom kim? Kelinchak. Kelin. Kelin va turli xil mehmonlardan olgan. Keyin u qonni qani transferred his spoils to his laboratory. Spoils nima degan? Namuna yig'ganlarini olib borgan transfer. Qayerga olib borgan? Transfer nima degan? O'tkazgan deganda. To'g'rimi? Aylantirilgan. Ya o'tkazgan degan, tushundingmi? Namunalar yig'ilg'isi. Ya, namunasi bular. Namuna. Namunalarni laboratoriyaga olib borgan. There he discovered the result he'd been expecting. Va u o'rgandi, topib chiqdi natijani. U o'zi kutgan natijani oldi yerdan, deyapti, to'g'rimi? The ceremony caused oxytocin to spike, ya'ni o'sha seremoniya sabab bo'lgan ekan, odamda o'sha qaysidir mana oksitosin degan narsasi oshishiga sabab bo'lgan. To'g'rimi? To'g'ri, oshish tepada nima aytgandi o'sha yerda? Gormon, u oshsin ulaymish. I know that what the younger blood is interest like known as the hormone oxygen emissions cause people no. Wow. Agar o'sha gormon oshib ketsa, to'g'rimi? Odam yaxshi odamga muomala qilinsa, odam xursand bo'lsa o'sha oksitoksin o'sar ekan. Oksitoksin o'sgandan keyin odam muomalasi yaxshi bo'lib qolar ekanda. To'yda yaxshi bo'lib qolasizlarmi? To'yga o'rsalar. Marosimlarda hamma yaxshi bo'ladi, kayfiyat yaxshiroq bo'ladi, yaxshiroq gaplashadi. Ana shunaqa ekanda. And it did so in direct proportion to the likely intensity of emotional engagement in the event. And it did so. It discovered the results of oxygen spike. It did so in direct proportion to the likely intensity of emotional engagement in the event. Nima deyapti bu? Tushunarsiz emas. O'ylab ko'rish. And it did so. Bu shundaki u to'g'ridan to'g'ri mutanosib hissiy ishtiroklarga mos keladi. Короче, u attention nimaga bordi? O'sha to'yga bordi. Nimaga mos ravishda? Emotional odamning emotsiyasi o'sayotgan paytiga bordi, deyapti. Yana o'sayotgan, ya'ni to'yda o'sadi-da. Like the intensity of emotional engagement bo'lar edi, deyapti, to'g'rimi? The bride imin shunaqangi bir gormon o'sib ketgan paytida borganda u to'yga, anaqaga, o'shaga borgan chunki bilgan to'yda o'shalarda o'sha gormon o'sib ketadi, deb, to'g'rimi? Bride recorded the highest increase, followed by close family members, then least closely involved friends. Eng yuqori chiqqani kuyovda ekanda. Bride kelinmi kuyovmi? Kelinda o'shanisi. Kelin erga tekkanda xursand bo'lib turgan ekanda, shu bilinibdi. To'g'rimi? Recorded the highest increase, followed by close family members. Kelinda oydozlar qutuldik deganda. Then least closely involved friends. Keyin xursand bo'lganlar esa yaqinroq nimalar? Boshqa kamroq yaqin bo'lgan odamlarda, ko'chasida, mahallasidagilar. Bularni qutuldik deyotganda, mapping the wedding's oxytocin level gave rise to an amazing human solar system with the bride as the sun. The hormone finally calibrated to the emotional warmth each gives felt. Mana odamlar to'ydagi shu gormonal o'zgarishini o'lchab ko'rgan va bu gormonal o'zgarishdan chiqqan natija Zakning so'zlarini nima qildi? Give rise qildi, isbotladi. To an amazing human solar system. Insonda shunday solar sistemasi bor ekanda, ichki. Sistemasiga o'sha kelin quyosh bo'lsa, uni atrofidagilar, uni yaqinlari
yoshga yaqinlari uni ota-onasi, sal uzoqroqlari uni do'stlari. Eng xursand bo'lgani kelin deyapti-da. Ana shu quyosh. As the sun. The hormone finally calibrated to the emotional warmth. Ya'ni shunaqangi the hormone ki yaxshilab kalibrate qilingan emotional iliqlikka, ha? Va buni har bitta kelgan odam his qiladi, deyapti. Calibrate nima degani? Finally calibrated. Sozlangan deb. To'g'rilangan degan. Ha, moslashtirilgan degan. Nozik sozlangan. Ketdik. Jinni bo'laman hozir bu obir experimentni qarang. Zak's interest in oxytocin was fueled by experiments involving the trust game. Zakning qiziqishi ana shu oksitoksinlardagi yanada kuchayib ketildi eksperiment tomonidan. Qaysi eksperimentki trust game'ni taqozo etgan. Ya'ni Haqiqat o'yini. o eksperiment orqali bunga ham qiziqib ketib qolganda. A is invited to lend some money to a stranger. Hozir trust game aytyapti. Participants B, ha? Qarz berish taklif qilinadi begonaga, B o'yinchiga. B o'yinchiga qarang, B o'yinchiga pul berish kerak, A o'yinchi. Ha? Ya'ni pul olayotgan odam B o'yinchi, ha? They are told that any money A sends will triple in value, whereupon B can return some as a thank to you. Mana aytyapti. Ularga aytiladi deyapti, A ga aytiladi deyapti-da. That any money A sends will triple in value, ya'ni triple yani. Barobar pul yuborish. Ya'ni aytyapti A bergan pul beriladi A, to'g'rimi? A ga pul beriladi, keyin unga qaytib kelishi 3 barobar qaytib keladi deb aytiladi deyapti-da. Tushundingmi? Yo'q, qaytib keladi demayapti. B ana shu 3 barobardan bir qismini qaytarib beradi. Yo'q, demak they're told that any money A sent will triple in value, whereupon B can return some as thanks you. No, the game should break down before it begins. Ne o'ylayapti-da? Pul berasiz. Ha? Boshqaga olasizmi deydi yoki boshqaga 3 marta qilib beraymi deyapti. Tushunsiz? Siz menga pul berasiz. Ha? Men boshqa odamga boraman aytaman. Boshqa odam borayotgan odam A bo'lib turadi-da. Sizga pulni beraymi, olasizmi pulni yoki boshqaga 3 barobar qilib beray deb aytasizmi deydi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Sizga boradimi? Siz misol uchun har odam shunaqa qilib ketaveradi-da. Sizga 10 ming yoki keyingi odamga 20 ming. Keyingi odamga 30 ming bo'lyapti bu yerda. To'g'rimi? Sizga 10 ming beramiz, keyingi odamga 30 ming beramiz. Ishonch o'yini 3 barobar pul, masalan, Bga men hozir mutazo B bo'lsa, 3 barobar pul bersam, u menga rahmat ma'nosida ozroq qismini menga qaytarib beradi. Bunaqa bo'lmayapti. U men sizga aytgan Sizdan o'sha men boraman sizga. siz A o'yinchisiz. Men boraman aytaman. Sizga mana bu 100 ming deb beraymi yoki birov 3 barobar qilib bersinmi deb aytaman men. Kim bersin? Ha? Yo'q, siz A o'yinchisi berdi, ustoz berdi Z bo'lib turibdi. Yo'q, men B emasman. Siz A o'yinchisiz. Siz agar shu 100 ming pul olmasangiz, menga 300 mingga aylanadi. Aytamiz. Zindiraga borib 1 millionga aylanib ketadi. Sizga 100 ming beraymi yoki mana shu pulni 3 marta ziyod qilib boshqa odamga beraymi deyapti-da bu yerda. Siz qaysini tanlaysiz? Uni menga nima qizig'i bor? U boshqaga beradimi? Arilslardan chiqib. Siz u yerda och ko'zlik hisoblanyapti. 100 ming olsammikan yoki menda hozir ehtiyojim yo'q-ku. Balki boshqa muhtoj odamga 3 marta bergan yaxshimi degan narsani bir insoflik bir noinsoflik o'zgarilyapti-da. Shundan O'yinga qanday taalluqli joyi bor? ha? Aloqali joyi bor. Ishonch o'yini deb nomlangan. Endi bu yerda bo'layotgan narsa, bu yerda ana shu darajada o'sha o'yin payti sizga pul beraman degan payt borki, sizda spike bo'ladi-da. Ya'ni pul keladi degan narsa bo'ladi. Tushundingmi? Keyin 3 marta oshirsang boshqa odamda ham keladi-ku, u odam o'sha hissiyatni his qiladi-da. Kayfiyat ko'tarilib shu yerda. O'sha yerda hozir o'lchaydi bular. Tushundingizmi? O'lchaydi hozir o'sha qani hissiyotlar ko'tarilgan payti, xursand bo'lgan payti qanaqa spike bo'lar ekan deb tushunasizmi?
O'sha joyni aytyapman mana. They're told that any money A sent will triple in value, whereupon B can return some as thank you. Whereupon B can return some as thank you. B qaytarib berar ekan, biroz pulni thank you mazmunida deyapti, to'g'rimi? Hozir aytaydi bular qanaqa o'yinda toza qaytarib ham men aytgan narsa bo'lyapti. Tushuntirib beringchi endi so'z o'zizga. Qarang. Bu yoqda aytgan 3 ta odam qatnashyapti-da. Men o'sha o'rtada turgan odamman. Men aytaman sizga pulni beraman degan. To'g'rimi? Pulni siz olasizmi degan, to'g'rimi? Yoki yoningizdagi odamga 3 marta qilib beragimmi degan. Keyin 3 marta qilib berilganda degan, bu 3 marta bo'lganda u siz odam 3 marta qabul qilmagan sizga rahmat evazi, rahmat aytish maqsadida sizga qanchadirini qaytib beradi. Va davom etadi. Tushunasizmi? Bunga ham aytamiz, 3 marta qilib beramiz dedi, sizga qaytarib beradi dedi. Shunga rozimisiz yoki o'zingiz olasizmi dedi. Shaqaqa o'yin ketaveradi. Tushundingizmi? Sizga ham qanchadir naf borda, ozgina sam beradi-da, to'g'rimi? Some as a thank you bo'lyapti-da. Tushundingizmi? Davom etadi, davom etib ketaveradi deyapti-da. Endi qarang, bu yerda aytyapti, the game should break down it before it began deyapti-da. Boshlashdan oldin muvaffaqiyatsiz bo'lish kerak edi deyapti, to'g'rimi? Be acting selfish, be acting selfish degan xudbinlik bilan harakat qiladi va no reason to give money any back. And knowing this, A shouldn't send any in the first place. O'zi aslida birinchidan bagi B odam sababi yo'q, qaytarib berish kerak. Qaytarib bermas kerak edi. Sizga ozgina rahmat sifatida berish kerak. Bermaydi. Endi shuni bilgan holda uni pul berdan chiqarmasligim kerak deyapti. Tushunasizmi? Kalkash emas. Odam o'zi pul chiqarmasi kerak edi o'zi aslida. Endi siz pul berasiz, shuni 3 marta ziyod qilib boshqaga beraman. Ya'ni rahmat deyasiz, keyin qaytarib beradi. O'zi aslida ham shu odam siz birinchi o'rinda bermasligingiz kerak edi. Mana bu odam esa, bu odam esa rahmat pulni qaytarishga hech qanday sabab yo'q. Bermaydi, qaytarib pulni bermaydi, to'g'rimi? A shouldn't send any in the first place. Ya'ni A birinchi navbatda bermas kerak edi. However, as in previous research with this tried and tested syrup, the vast majority of A people send money, while an even larger percentage of B people return some. Lekin bu teskari bo'lib chiqdi deyapti. Odamlar pul beraverdi, bular qaytarib pulni beraverdi deyapti-da. Zach's analysis of the oxytocin in participants' bloodstream reveals that by sending money to B, person is giving a sign of trust, and for person B being on the receiving end, causing oxytocin level to increase, motivating more generous behavior in return. Ya'ni bu nima bo'lyapti? Zach analisi bo'yicha deyapti, participantlarning qon tomirlarida ko'rsatdiki deyapti, Bga pul jo'natayotgan payti A odam deyapti, ishonyapti deyapti. Ishonch belgisi. B odam esa pulni qabul qilyapman-ku deb yana ham xursand bo'lyapti deyapti. Bu narsa deyapti, odamlarda shu saxiylik qanaqadir xatti-harakati bo'lyapti, in return bo'lganda deyapti. Endi oqibat qarang, oqibat nima bo'lyapti? The possible implications are intriguing. Ya'ni natija, oxirgi natija juda qiziqarli bo'ldi deyapti. Ya'ni bu qildik-ku bu eksperimentda. Buning natijasi qiziqarli. Evolution has given us oxytocin, a biological mechanism that led us be instinctively trusting and kind or moral. Ya'ni inson evolyutsiyasi oksitosinlarni rivojlantirishga sabab bo'lgan deyapti. Shunaqangi bir biologik hodisaki deyapti, bizga o'zimiz xohlab ishonamiz yoki mehribon bo'lamiz deyapti. Tabiatdan. Qarang, instinctively degani tabiatdan o'zimiz shunaqa narsani xohlab, shu narsani nima qilamiz? Ishonamiz boshqalarga deyapti-da. Or moral yoki moralni deyapti-da. Mixing science and morality prompts suspicion. However, lekin science bilan odob axloq sohasi prompt
Prompt degani keltirib chiqaradi shubhani. Just because something is natural doesn't mean it is right, and efforts to derive moral codes from science rarely end well. Just because something is natural doesn't mean it's right. Ya'ni bitta narsa shunday natural bo'lsa, ya'ni natural bo'lsa instinct, degani emas. instinktiv bo'lsa, ya'ni instinct degan naturalga sig'inadi. Instinct degan odam o'zi tabiatan shunaqa xohlab degan, to'g'rimi? Ha. U narsa to'g'ri narsa deyilmaydi, deyapti, to'g'rimi? Efforts to derive from moral codes, ya'ni yoki shunaqangi sa'y-harakatlarki moral normativlardan degan. Derive moral normative from science, ya'ni moral normativlar qarang. Moral codes degan moral normativlar degan. Normativlar nima degan? Qoidalar. Normalar degan, hayotdagi normalar, ha? To'g'rimi? Qarang, bu degani moral qonun qoidalarni ilm-fandan chiqarib yuborish bu to'g'ri emas deyapti. To'g'rimi? Kam yaxshilik bilan tugaydi. Ha. Rarely ends well deyapti-da. U degani fandan chiqarma degani ya, qo'shib qo'ygan degani. Yo'qda. First to derive moral codes from science rarely ends well. Ya'ni science-dan moralni kutma deyapti bu yerda. Ilm-fandan qanaqa moralli narsalar kutma deyapti. Odob axloqni bog'lamagin deyapti, science-ga deyapti. Ikkita narsa deyapti. Bu yerda shubha uyg'otadi, ilm-fan bilan axloqni aloqa qilish dedi, bog'lash dedi. Keyin bu yerdan keyin o'shani to'g'ri deyapti, to'g'rimi? To'g'ri emas deyapti. Doesn't mean it's right degani u to'g'ri emas deyapti. Demak, bog'lash kerak. Shubha uyg'otgan kuni bog'lash. Lekin shubha uyg'otmasligi kerak, to'g'rimi? Boshqadan o'ylangchi. Bunday bo'lyapti, eshinglar. Ya'ni ilm-fan bilan inson odob axloqini ikkalasi bir-biriga mos, bir-biriga qo'shib o'rganmanglar deyapti. Suspicion bor yerda, shubha bor, to'g'rimi? Biror narsa instinkt, odamning o'zini instinkti bo'lsa deyapti. Instinkti bo'lsa deyapti, to'g'rimi? Instinkti bor ekan deb turib, buni to'g'ri deb ketolmaysan deyapti. Instinkt degan insonda biz shunaqa evolyutsiyada shunaqa narsa bor deb turib, bu narsani to'g'ri deya olmaymiz deyapti. O'sha moral normalarni biz ilm-fandan chiqarib olishimiz, derive degan nima degani? Chiqarib olishimiz deyapti, yaxshi bilan tugamaydi deyapti. Tushundingmi? Demak, ilm-fanni anaqaga aralashtirma deyapti-da, morallarga. Hozir nimani chiqarib olish deyapti? Moralni. Qayerdan? Ilm-fandan. Ilm-fan degan 6 ha? Mana buni qayirdim degan, bu qayrildi degan. To'g'rimi? Xo'p. Bu ilm-fanda isbotlangan narsa, to'g'rimi? Chiqarib olma deyapti ekan. Unga aralashtirma deyapti. Ya'ni moral nima bu? Moral nima? Moral bu shunday odamning ichki hissiyotlari. Ichki hissiyotlarini bunaqangi fizika, matematika aralashtirma deyapti. Dunyo fizika, matematikaga asosida qurilgan-ku. O'shalarga aralashtirma deyapti. Tushundingizmi? Moral boshqa narsa, science boshqa narsa deyapti. Moreover, it's unclear what Zaks means when he says oxytocin or the lack of it makes us good or well. Ya'ni bu hali aniq emas, hozir Zakni qarilib tashyapti bu. Bu aniq emaski what Zak means when he says oxytocin or the lack of it makes us good or well. Ya'ni bu narsa hali aniq emas. Zaks aytgan-ku, oksitosin degan narsani borligi yoki yo'qligi bizni yoki yaxshi yoki yomon qilib qo'yadi degan narsa. Bu isbotlamaydi deyapti. Shuncha narsani gapirdi, endi buni qoralayapti-da. Uni gapi aytolmaymiz deyapti. Oksitosin ko'tarilsa odam yaxshi bo'lib qoladi, oksitosin pasaysa yomon bo'lib qoladi deb aytolmaymiz deyapti odam. Unclear bu deyapti. Lekin degan. Tushundingizmi? Lekin none of this undermines the pragmatic aspect of Zak's work. Pragmatic nima degan? Amaliy. Ha? Amaliy. Realistik. Ha. Amaliy ahamiyat. Shunday. Ya'ni undermine nima degan? Zaiflashtirma. Ya'ni uning olib borgan ishlarini baribir deyapti. Zaiflashtirma degan. Ya'ni kamgina uni gapida ham jon bor deyapti-da. Kamgina jon bor deyapti-da. Xo'p. If oxytocin is the mechanism through which moral action take place, then by manipulating oxytocin we might boost level of trust, generosity ultimately happens. Mana. Agar oksitosin haqiqatan ham deyapti insonning
moral harakatlari sodir bo'layotgan joyda bor bo'lsa, qarang, oksitosin insonni bir moralniy tomondan mavjudligi bo'lsa, deyapti, keyin o'sha oksitosinni yaxshi bizlar deyapti, o'zimizga to'g'rilab olishimiz kerak deyapti, manipulyat qilishimiz kerak deyapti va biz manipulyat qilishimizga uni deyapti, boshqasi uchun bizlarni xursand bo'lishimiz uchun, generosity qilish uchun, ha? Unga ham bu o'sha gapini agar o'zi bo'lmagan narsa bu aniq emas deyapti, lekin aniq bo'lsa ham biz mana shunaqa qilib ketsak bo'ladi deyapti. Tushunarmi? Qanday qilsak bo'ladi? Misol uchun odamlar xursand bo'ladi, oson qilib odamlarni, to'g'rimi? Odamlar xursand qilsak nima bo'ladi? Ko'tariladi. Shunaqa bizlar ham qaysidir vaziyatda kayfiyatimizni ko'tarsak bo'ladi, oksitosin qilish orqali deb. Tushundingizmi? Oksitosin qilib kayfiyatimizni ko'tarish qanaqa? Odamlarga yaxshi muomala qilish va keyin o'sha yaxshi muomala bo'lgandan keyin ular ham yaxshi bo'ladi deyapti-da. Shu. Kim tushunma? Umumiy xulosasiga tushunmadim. Umumiy xulosa ertaklar yaxshi yetaklar. O'rtaga nimaga begona o'yinda tiqayapti? Ustoz, men Oksitogenni isbotlab beryapti ishonch tuyg'usi orqali. Ana shu A bilan B o'yinchini ichidagi ishonchni isbotlab beryapti. o'zi zakda kim qoralayapti o'zi bu yerda? Zakni hukumatmi endi skenslarmi? Yo, science. Ya'ni o'sha sohadagi o'sha sohani tushunadigan odamlar. To'tanglar mana bir boshdan aytib beray sizlarga. Aytib bermasam bo'lmaydi bolalar. Qaranglar. Paul Zak juda mashhur odam, birinchidan o'qiyman qaytadan. Tushunarmi? Mashhur odam uning kollegalar orasida, hamma tanimaydi o'zining hamkasblari orasida, ikkita narsa uchun. To'g'rimi? Birinchi u sirasi qichoqlaydi odamlarni. Ha? Bilan qichoqlab olar ekan. Ikkinchisi ulardan qon olar ekan. Tushunarmi? Nimaga unaqa qilyapti? Haq qilsa ularda bor-ku, xursand bo'ladi-ku. Xursand bo'lganda nima bo'ladi? Oksitosin oshadi. Oshadi. O'sha payt o'shani namini olasiz sirasi. Ha. O'shansini mashq qilyapti, tushundingizmi? Lekin ataylab to'yga borgan. Ha, quchoqlagan odamlar. Nimaga? Haqiqatan ko'chada bitta odam kelib sizlar quchoq qilsa, ozgina ko'tarilasizmi? Eshak yo'qol deysizmi? Yigitlar? Qanday g'alati his paydo bo'ladi ichida bunda bir jonlanish. Bu o'sha narsani ko'tarib olyapti odamlardan. Va keyin sirasi qon olyapti, to'g'rimi? Xo'p. O'sha to'yga borganda endi tushunyapti nimaga unaqa qilgani? Kitobini yozganda aytayapti. O'sha garmon shuni, u garmon qanaqa garmon ekan? O'sha garmon qachonki odamga yaxshi muomala qilinganda, ha? Odamda o'sha oksitosin oshar ekan, ha? Va odamda oksitosin oshdimi, keyin odam sal muloyimroq bo'lib qolar ekan odam. Tushunsan? Ishonuvchan bo'lar ekan, ha? O'sha aytgan o'sha garmon oshsa degan insonda jamiyatda odamlar bilan kam-kam urushadi degan. Tushunsan? Evil yo'qoladi. Ha. Aytayapti, molecule that keeps society together. Zach offers nothing less than a vast explanation of whole swath of philosophical question. Ya'ni Zaf aytayapti, bu shu ko'rsatgan narsasi deyapti, filosofiya bo'lib turibdi deyapti. Tushunsan? Aytayapti kitobda aytgan the new science of what makes us good and evil gives a sense of this. Ya'ni bizni nima yaxshi va nima yomon qilishi mana shu oksitosinga bog'liq deb aytib qo'yganda u. Tushunarmi? Ya'ni bizni yomon va yaxshi bo'lishimiz oksitosin darajamizga bog'liq deb aytib qo'yganda. To'g'rimi? Keyin shuni oxirida qoralayapti o'zigina. Endi keyingi badini o'qib tushuntirib berasizlarga, opishimni tushuntirib kelyapman hozir. Birinchi zakda metodini tushuntirib beryapti, keyin oxirida o'z fikrini bildiryapti, shundaymi? Ha, aforementioned wedding took place. Shu needed collect blood. See sample before many average. Yes. Result that the being expected the hormone caused the spike. It did so in the direct proportion to the likely intensity of emotional engagement in the event. So, ya'ni qon oshishi, qondagi spike oshishi, spike deb nima edi? O'sha garmonni oshishini aytayapti. O'sha garmon oshishi imini to'yda bo'lishini bilgan to'yga borganda. Tushundingizlarmi? Aytayapti, mana eng anaqa spike bilan kelin deydi deyapti. Uning oila a'zolari deyapti. Xuddi quyosh deyapti, atroflar shuni atrofida ular xursandchilik ham shunday proporsional bo'ladi, bunaqa piramida bo'ladi deyapti.
Xo'p, Zach's interest oxygen fueled experiment. Endi mana bu AB'ni aytyapti-da. To'g'rimi? AB'ni aytgan sababi nima? Chunki erta ham odam xursand bo'ladiki, pul olyapti-ku kimdandir, to'g'rimi? Pul olganda ham odam xursand bo'ladimi? Faqat to'yda xursand bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Yoki qichoqlasa xursand bo'lmaydi, pul olgan. O'sha narsani endi o'sha xursand bo'lishini bular hozir pul oldi, berdi degan bitta o'yinda ham ko'rsatib beryapti-da. Pul bunday berayotgan ular xursand bo'lar ekanda. Tushundingmi? Ham bir-biriga ishonish kuchayadi. Ha. Endi aytayapti, agar deyapti, o'zi uni natijasi ular pul ber degan o'yinda ular pul bermayman deb yuboradi deb o'yladi deyapti, lekin unday bo'lib chiqmadi deyapti. Nima bo'lib chiqdi? Aksincha bo'lib chiqdi. Ya'ni pul berdi. Odamlar pul berdi, Belar ham qaytardi. biz ham qaytarib berdi. Xursand bo'lyapti, xursandchilik bo'laverdi. Tushunarmi? Endi o'sha joyni o'qiyanda mana should send in the first place. However, in the previous research with this tried and tested set up, the vast majority of A people sent money, while even larger percentage of B's returned some. Zach analysis of the oxytocin participant velocity revealed that by sending money to B, person is giving a sign of trust for a person B being on the receiving end, cause oxytocin level to increase. Ya'ni berayotgan odam xursand bo'lib berar ekan, boshqa odamga meni foydam tegayapti-ku deb ishonyapti. Ham qaytib kelishga ham umid qilyapti, to'g'rimi? B esa qabul qilyapman-ku deb xursand bo'lyapti ekan. Pul kirib kelyapti-ku unga. Ikkalama xursand bo'lyaptimi? Bu narsa odamda motivating more generous behavior in return. Ya'ni odamlarda bir saxiylik anaqasi kuchayapti-da, hislati, to'g'rimi? Endi aytyapti-da, possible implication are intriguing. Endi mana shu natija, mana shu tekstdan, ya'ni bu pul oldi berdisan oxirgi implication narsa shuki deyapti. Evolution has given us oxytocin, ya'ni bizni evolyutsiyamiz, ya'ni tanamizda shunaqa narsa bor, insoniyatda shunaqa narsa bor deyapti, ha? U shunaqangi biologik hodisaga deyapti, shu oxytocin, ha? Insonda deyapti, bizlarga deyapti, odamlarga bor-ku, instinctively degani atayin ishonamiz deyapti. Atayin ishonamiz deyapti, tushundingizmi? Mixing science and morality pump suspicious. Endi qarang, bizda qonimizda bor deb aytdimi Zak hozir? Endi uni yo'q deb aytyapti. Mixing science and morality prompts suspicion. Endi aytyapti, uni kritikachilar aytyapti, bu ilm fan bilan moral nima edi? Axloq. Insonlarning bunaqangi ishonishi, shunaqa narsa morality deyiladi-da. Aralashtirish bu to'g'ri narsa emas deyapti. U yo'q narsa deyapti. Tushundingizmi? Science nima demoqchi? Science bu o'sha evolyutsiya nima o'zi? Science-mi? Ha? Science-mi? Ilm fanga aslanga evolyutsiyamiz, to'g'rimi? Ilm fanga nima qilgan? O'sha science va morality deyapti. Shunaqangi shubha uyg'otadi. Morality bilan science bitta narsa emas deyapti. Just because something is natural doesn't mean it's right. Ya'ni biror narsa insonda o'zi tabiiy sodir bo'lib qolsa, ya'ni evolyutsiya bor, har bir odam tanasida shunaqangi hodisa bor bo'lsa, bu to'g'ri degani emas deyapti. Masalan, tabiiy holda yomonlik bo'lsa, u to'g'ri his tuyg'u degani. Yo'q, unaqa emas, qarang. Ya'ni bu bizga birov ishonchimiz, birovga ishonishimiz, xursand bo'lishimiz bu tabiiy narsa-ku. Insonda o'zi qonda bor, evolyutsiyasida bor deyapti, to'g'rimi? Evolyutsiya, o'sha evolyutsiyada bor ekan deb turib bor-ku, nima qilyapsiz? Sertifikat. Qarab turing tekstga. Yetib qoldim. Ko'ray, qarang. O'sha insonda o'zida tug'ilgandan evolyutsiyasida bor ekan desak, bu narsa science-ga mos kelavermaydi deyapti-da. Tushundingizlarmi? O'zi insonda o'zi tug'ilgandan beri bor degan bu o'zi nima degani emasmi? Nima deydi? Science degani emasmi? To'g'rimi? Tug'ma degani emasmi? O'sha morality ikkalasini biz birlashtirsak bo'lmaydi deyapti. Chunki o'sha natural odamda bir narsa bor degani bu to'g'ri degani emas deyapti. Ha? Va biz ilm fandan qanaqadir moral narsalarni sug'urib ola olmaymiz deyapti. U boshqa bu narsa deyapti, bu boshqa deyapti. Tushundingizmi? Va shu bilan birga deyman, Zak degan odamda aytgan gapi aniq emas deyapti. Oksitotsin haqiqatan ham kamligi, yo'qligi insonni yaxshi yomon qilib qo'ysa, isbotlanmagan narsa deyapti. To'g'ri u fikr bergan deyapti, lekin isbotlanmagan deyapti. Tushundingizmi? Lekin bu aytgan narsalar deyapti, o'sha Zakni ham hamma gapini 100% xato qilib qo'yavermaydi deyapti. Ba'zida uni ham gapi to'g'ridir deyapti. Endi tushundingizmi? Agar to'g'ri bo'lsa deyapti, bizlar uni yaxshi tomonga ishlataylik deyapti. Ya'ni
bizni o'zimizni jamiyatda manipulyat qilayotgan, jamiyatda insonlar xarakterini yaxshiroq qilaylik. Yaxshiroq bo'lsa odamlar bir-biri bilan munosabat o'rnatadi. Haqiqatan ham bo'lar. Bilasizmi, jamiyat juda ham vahshiy bo'lib ketganda. Ha? Bitta inson bilan gaplashish uchun qandaydir bundan foyda topmasa bo'lmaydi. O'zidan o'zi qilib qo'yavermaydi-da. To'g'rimi? Misol uchun aytaylik, Zinura, men shogirdim deb turib, Zinuraga aytaylik, bitta Nexia olib bera olmayman-da men. Qo'lim ko'p bo'lsa, millioner bo'lsam-da. Yoki Zinura menga bermaydi oyga $100. Ustozim ekan-ku deb, to'g'rimi? Jamiyat shunaqa narsalarni nima qilaylik deyapti? Manipulyatsiya boshqarik. Shunaqangi harakat qilaylik, insonlar bir-biriga shunaqangi darajada bir-biriga nimadir berayotgan bo'lsin, deyapti-da. Tushundingizmi? Endi tushundingizmi? Jamiyatda vaziyatni to'g'rilaylik deyapti. Jamiyat toza yomonlashib ketgan deyapti, jamiyatimiz deyapti. To'g'rimi? Agar shu narsa to'g'ri bo'lgan taqdirda ham jamiyatni foydasiga ishlatishimizga u narsani deyapti-da. Endi tushunib yetdikmi? Xo'p, ketdik. Main purpose of Zach is to get the sample of blood from any people who visit the wedding in order to conduct his research analysis. Birga nima bular? Blood bular. Blood emas, blood. Skin text bo'lmaydi. Science bular. Blood bular. Endi ba'zida shu holatlar bor, blood deb o'qiladi-da. Tushundingizmi? Blood bular. Siz hozir bulut deb o'qib ketmadingizmi? Qiz bulut deyapti-da. Blood. Blood. Uchinchi paragrafda kelib chiqadi. Wedding voqeasi. Ha, qayerdan kelib chiqadi? Collect blood. Birinchi gap. Blood deyiladi. Ha, blood. Birinchi gap oxirgisi. Xo'p, blood bo'lishini hamma biladimi? Sample degan joy bor, qayerda o'sha joy? Ana shu 3-paragrafning ikkinchi gapi. He took sample. Keyin undan oldingi gap blood. Ana shuni olamiz. There Zach set up the equipment needed to collect the blood, huh? He took samples before after the ceremony. O'sha joydan bular to'ppa to'g'ri mana. O'sha namuna nima bo'ladi? Qon bo'ladi. Shunday. Endi qaysi bo'ladi? Keyingisi bloodni bildingizlarmi? Keyingisi. The person indicates that research indicates that oxytocin, which is actually given to participants, make them become more generous and trustworthy. Ko'rsatadiki oxytocin was actually nima degani shu, nima kelar? Artificial given, which is given to participants, make them more generous and trustworthy bo'lyapti-da. Artificial, ha? Which is artificial bo'ladi shunday. Soxta beradi. Endi har xil joydan kelganmi? Ketmagan. Oxiri keldingizmi? Nima bo'ldi? Pasportingizni oldingizmi? Nechi bo'ladi chislar jumadan? Juma kuni. Chislar nechi bo'ladi? Bugun kunni chorshanba 23 bo'ladi. Xo'p, endi bundoq qaraymiz bolalar. Endi qaraymiz. Nima bo'ladi degan javoblar? artificial. Sun'iy degani. Qayerda o'sha? Ikkinchi paragraf o'rtasida. Cause people oxygen demak. Biz artificial given subjects who are given artificial oxygen. Yaxshi, to'g'ri. Subjektlarga beradi, sun'iy oksigen yo'q beradi.
Yaxshi, endi nima qilamiz? 3. Zach applied a special method which was necessary to getting the sample of blood from the bride and groom as well as guests. Nimadir special equipment, equipment kita. Setup equipment. Setup equipment молодец. Collect blood. Blood. Tashqariga yaxtaga chiqarib qo'yman hozir. Endi shuni aytsangiz. O'sha kompyuterni Ish tashqaridan ketasiz. Nima deysiz? shu kompyuter xato bo'lgan. Applied degan setup bo'ladi-da. Shuning uchun necessary to getting. Ana shuni bagiga keyin tashlasam sinonim bo'lolmaydi dedi-da. Keyin men bu laboratoriyani oldim. Transfer kucha. Qo'llarni qarang. Ishlatgan narsani ishlatish kerak. Laboratoriyani ishlatmaydi. Yo'q, ishlatilmaydi. U Ko'tarib ishlataman. shunday bo'lmaydi-ku. It isn't proven exactly whether oxytocin leads people to become better or to make them Evil. better. Ga unisi evil bo'ladi, ya. Zo'r chiqib ketdi-ku. Qolganlar shunaqa tushunyaptimi? Qiynalyapsizmi? Ha. Vocabulary, bu faqat vocabulary jangi ketyapti. Tushunish vocabulary jangi. Ha, tushunsangiz agar bagi bir narsani Siz tushunmagansiz bu so'zni. Tushunda lekin laboratoriya. SAT bor-ku, mana shu bitta javob olishim bor-ku. Unda ham bittachini olyapsiz-ku. Saklamasdan, unda bularga ish talab qiladi, topishlar. Yaxshi o'qing. Bu qiz nima jin? Sizga kitob beraymi aytganda? Kitob bormi? Ne? Olganingizga qatar berasiz, to'g'rimi? Bosh o'g'ircha bo'lsin. Sizda kitob yo'qmi? 10 mingdan shu. Ishlatasiz, ishlatganingizdan keyin berasiz qaytarib, xizmat qiladi. Mana shu kitobni kimga berib beray desam, o'zi yetib ketdi-ku bu. Diyoran kitob olmayman. Kimga kerak bo'lsa, so'rasin, beramiz, qachon berasiz. Keyinchalik. Sizlar shunaqa tashib bitasizlar. Charity, xudolar ber. Ketdik. Sizlar ham berasizlar, kimga kerak kitob bo'lsa bersalaring, o'sha yerda bolalarga beramiz keyin, xo'pmi? Xo'p, what is writer refers to with the word spoils in the third paragraph? Qarang. Refer to nima degan? Nazar tutmoq degan, bilib qo'yinglar. Nima nazar tutadi? Birinchi paragrafda Sample. ana buzilishlar. Samples da? Namunalar. Qayerda shu samplelar? Ana 3-para. The aforementioned reading took place. Spoilslardan nima degani? Hash. Yo'q. Nima? Namuna. Namuna. Fonda bagisi olib chiqdi-ku, ana shu namuna. Transferred his spoils. Spoils degan namunalar degan. Laboratoriyaga o'tkazdi. Yo, savollar nima deyapti? Nima degani bu deyapti? Spoils degani nima degani deyapti? Spoils deb nimani nazarda tutdi deyapti. Men bu yerda Sample. aytganku transferred his spoils. Uni ma'nosi bor, spoils shu namuna degan. Namunalar yig'indisi ekan. Spoils. Shunaqa desangiz to'g'ri bo'ladi, namunalar. Spoil. Ha, namunalar yig'indisi, shunaqanisi. Xo'p, keyingisi. What does writer say about Zach's trust game experiment? Nima demoqchi u trust game experimentda deyapti-da? Sir bo'ladi. The result challenged conventional notion of human behavior. Traditional model bilan nation, conventional nation. Annaviy tushuncha. Ani qarang, pulni muhimligi bitta ko'raylik shu anaqa joyini. Game'da qaysi paragrafdan boshladi u? Zach's interest in Oxirida aytganda being on the receiving end causes oxiri sabab bo'ldi oxytocin levels To increase.
or very more generous behavior in return. Shunday. Ya'ni nima X oxytocin o'syapti, odamlar generousroq bo'lyapti-da. Shunga pul deyapti. muhim deyapti. Their artificiality means that what they tell us is of limited value. Ularning sun'iyligi, limited valuelar ko'rsatadi deyapti, yo'q-da. The result challenge an conventional notion of human behavior. Human behaviorda eskicha tushuncha inson anaqasi bo'yicha eskicha shunaqa nima bor deb aytyapti-da. They were constructed in a way that was clear and innovative. Innovativ bo'lgan, zo'r bo'lgan deb o'zi eksperimentni o'zini maqtab qoldimi? Yo'q. Yo, u natijasini aytdi-ya. Endi qarang, imtihon inson behavior haqida nimadir aytganmi? Ana men oxirgi gapida bor. According to traditional models, the game should break down before it begins. Boshlanishdan oldin tugab ketishi kerak edi an'anaviy modellarga ko'ra. An'anaviy gap so'zlarga ko'ra, to'g'rimi? Mana shu yerda conventional nations an'anaviy tushuncha odamni xulq-atvoridagi shunaqa bo'lishi kerak odam deb o'ylaydi. Say that the challenge results challenge conventional notion of human behavior. Shunday. Shu. Bo'ldimi? San Francisco.